Senga bir nima aytmoqchi edim. Sen meni eng yaqin do'stimsan-ku, to'g'rimi? Ha, jigar, aytaver. Kecha xotinim erta uxlab qolgandi. Keyin men tun klubga bordim va u yerda dahshat. Sen syomka qilyapsanmi? Nima qilyapsan, jigar? Yo'q, fonarik bosilib ketibdi o'zidan o'zi. Hozir o'chirdim. Mana o'chdi. Sayraver. Ha, yaxshi. U yerda dahshat to'lkalar borda, bittasi kelib turib, bananingdan bitta tishlang dedim. Yo'q, banan o'zim yeyman dedim. Keyin nima? Og'zimni yozib olyapsanmi? Nima qilyapsan? Nima deysan? Yo'q, ko'zim ko'ryapmasa ko'rib o'tiribman hammasini. Matoqni sinab ko'rayotgandim. Hozir sinashing shartmi? Yig'ishtirlash o'shingga. Bo'pti, tufurmay so'ylagin. Bo'ldimi? Gapiraveraymi? Ha, gapir, eshityapman. Keyin u qiz uyga boraylik, televizorimni ishlab bering dedi. Men televizorda ishlashni bilmayman dedim. Keyin ketdim. Jasur jigar, xotining telefon qilibdi mana. Gapiraver emichakkul. Yo'q, faqat bo'lmas. Sen tuvoriq uyga kelsang, seni bananingni o'zim kesib tashlayman. Boshqa diskotekaga bora olmaydigan qilib. Men bu tuvoriq do'stingni ham ayt. Hammasini boshida shu do'sting turadi. Kamerani qarat, men gapiryapman. Qarat dedim senga. Uzr jigar. Ko'takansan.